Payg'ambarlarning hammalari nima ish qilgan? Qo'y boqishgan. Qo'y boqishning hikmati katta birodarlar. Har bitta payg'ambar qo'y boqqan ekanmi? Demak, bunda ulug' hikmat bor. Bunda bir ilohiy bir ta'lim, tarbiya bor. Insonning qalbini muloyimlikka, yumshoqlikka, sabr, qanoatga o'rgatishlik bor. Qo'y boqqan inson birodarlar fikr qilishlikka ko'p vaqti bo'ladi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam payg'ambar bo'lib yuborilgandan keyin mana shu qo'y boqqanligini aytar edi. Bu payg'ambar alayhisalomning kamtarligiga, soddaligiga ishora bo'ladi. Chunki yer yuzida qo'y boqishdan ko'ra soddaroq, oddiyroq, kamtarroq ish yo'q. Qo'y boqish eng sodda ish. Payg'ambarimiz mana shu kunini eslayapti va kamtarligini mana shu joyda ko'rsatyapti.